Vatandan kelgan xabarlarga qaraganda, Uyg'ur adabiyotida eng munavvar vakillik yozuvchilardan sanaladigan adib Abaydullah Ibrohim tutqun qilingan. Uning hozir Urumchidagi ma'lum lagerga qamalganligi deyilayotgan bo'lsa-mu, qaysi lagerda ekanligi texnik aniqlanmadi. Abaydullah Ibrohim 2018-yilning boshlarida yerlik saqchi tarmoqlar tomonidan tutqunga uchirgan. Bu haqda ma'lumot bergan kishi faqat mushu xabarni chiqarishga qodir bo'lgan bo'lib, tutqunning tafsiloti haqida hech qanday ma'lumot bermadi. Abaydullah Ibrohim Uyg'ur darsliklariga kirgizilgan Xushbolka, Muqam haqida Muhammas degandek o'lmas asarlarni yozganligi bilan maktab yuz ko'rgan barliq Uyg'ur farzandlariga tanishliq. Abaydullah Ibrohim Tundik chaqmoq, Dog', Tikanlik yo'l qatorliq munavvar tarixiy romanlarning muallifi. Bo'libmi uning Dog' romani Uyg'ur tarixiy romanchiligidagi sarki asar bo'lishga munosibdir. Avtor bu romanda Uyg'ur adabiy tilining kamolatini voyaga yetkazgan. İnsanның qalb dunyosiga cho'nqirlab, murakkab tarixining oddiy kishilarning ma'naviy hayotidagi izlarini ustalik bilan ifodalab bergan. Abaydullah Ibrohim Uyg'ur matbuotchiligiga boshlamchilik rol o'ynagan ustoz jurnalist. U izchil yaxshi chiqarishga tirishgan Xinjiang yoshlari jurnali Turg'un Almas, Nizomiddin Husayn, Yor Muhammad Tahir To'g'liq, Ahmadjon Osman qatorliq adiblarning bo'shki bo'lgan. Bu jurnal nurg'un kishilarni o'qirmanlikning huzuriga boshlab kirgan. Kishilarning ma'naviyat tashnoligiga sharbat bo'lgan. Abaydullah Ibrohimning qo'lga ilinishi Uyg'ur adabiyotining qafasga solinishi bilan barobar. Sharq Turkiston Muarif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatulloh O'g'izxon, Sharq Turkiston Ulamolar birlik raisi doktor Ataulloh Shahyar, muavin raislari Sirojiddin Azizi, Avstraliyadan Abdusalom Olim qatorliq 6 kishilik bir hay'at Malayziyani ziyorat qildi va Malayziya Diniy ishlar idorasining muftisi bilan uchrashdi. Bu hay'at Malayziya ziyorati jarayonida Malayziya hukumatining bir qism rahbarlari va ijtimoiy tashkilotlarning raislari bilan uchrashish ilib berib, ular bilan Uyg'ur masalasini muzokara qildi va radio televiziya, gazet muxbirlarining ziyoratlarini qabul qilib, Uyg'ur masalasini anglatdi. Shundaqla ijtimoiy tashkilotlarning uyushtirishi bilan Uyg'urlar to'g'risida ochilgan yig'inlarga qatnashib doklad berdi. Xitoy doiralari Uyg'ur rayonida musulmon imom xatiblarga yo'l yo'riq berib, ularga Xitoyning an'anaviy urf-odatlarini va Xitoy tilini o'rganishni talab qilgan. Xitoyda chiqadigan Yer shari vaqt gazetining 9-yanvar xabar qilishicha, bu talabning qo'yilishidagi maqsad diniy zotlarni diniy oshqo'llikqa qarshi turib, rayonning muqimligi va gullanishiga tuhfa qo'shishga yetaklash ekan. Bu talab Uyg'ur Abnum rayonlik diniy va milliy ishlar komitetining rayondagi musulmon diniy zotlarga ochgan siyosiy o'rganish kursida o'tirib qo'yilgan. Bu talab Xitoy doiralari o'tgan shanba kuni Xitoydagi 8 islom jamiyatining mas'ullarini yig'ib, islomni xitoychilashtirishning 5 yillik planini e'lon qilgan mazgilda o'tirib qo'yilgan. Doirlar 5 yillik planning konkret mazmunlarini oshkorlamagan bo'lsa-mu, lekin ba'zi kuzatchilar Xitoyning 5 yillik plani islomdagi halol harom, nikoh, zakat, roza, hijob qatorliq musulmonlarning Xitoy jamiyatiga assimilyatsiya bo'lishiga to'salg'u deb qaralgan ba'zi tub prinsiplarni bekor qilishga qartilganligini ilgari surmoqda. Yer shari vaqt gazetining bildirishicha, Xitoy islom jamiyati yaqinda diniy zotlarning harakatiga doir bir nizom ma'qullagan. Xitoy islom jamiyatining muavin raisi Jin Robin bu nizomda musulmon diniy zotlarining harakatini o'lchamlashtirganligini bildirgan. Lekin Uyg'ur faoliyatchilarining ilgari surishicha, bu nizom diniy zotlarning 5 yillik plan bo'yicha islomdagi ba'zi tub diniy prinsiplarni o'zgartirishga qarshi turishini kontrol qilib, ularning 5 yillik planiga moslashishni qo'lga keltirishni maqsad qilgan ekan. Yanvar kuni Bishkek shahrida Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining uyushtirishi bilan Intizor ansamblining xayr-saxovat ishlariga beg'ishlangan san'at faoliyati o'tkazildi. Murosimga Qirg'izistonda tunilgan Uyg'ur san'atkorlari, Qirg'iziston xalqlari birlashmasi tarkibidagi oz sonli millatlar vakillari, Qozog'istondagi Uyg'ur noyisidan kelgan vakillar, gazet muxbirlari va ko'p sonda jamoatchilik vakillari qatnashdi. Qirg'izistondagi Intizor ansambli Uyg'ur milliy muzika va Uyg'ur milliy usuliy guruhidan tashkil qilingan bo'lib, mazkur ansambl jamoatga o'z mahoratlarini namoyon qildi. Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining raisi Hartov Hajiyev o'z nutqida Uyg'ur xalqining ig'ir vaziyatini tilga olib, bugungi bu faoliyatning Uyg'ur xalqining va madaniyatining mavjudligi ham o'zgachiligini ko'rsatadiganligini ta'kidladi. Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyati bu xil faoliyatlarni o'tkazish orqali Qirg'izistondagi Uyg'ur milliy madaniyatini saqlab qolishga tirishib kelmoqda. Mazkur jamiyat yana milliy tarix va kimlikni unutmaslik uchun har xil yig'in va boshqa faoliyatlarni o'tkazmoqda.
Bu qitimqi xayri-saxovat konsertidan to'plangan mablag' İntizar ansamblining yangidan bir yurish Uyg'ur milliy kiyimlari va yangi chalg'u asboblarini elish uchun sarf qilinadi ekan. Uyg'ur jamoati bu faoliyatni yuqori qizg'inlik bilan qo'llashdi. Xitoy Markaziy muhit nazorat organi e'lon qilgan Uyg'ur diyorining ba'zi joylaridagi havo va suv muhitining bulg'anish darajasining yuqorilashganligini oshkorladi. Markaziy muhit nazorat organi Sharq Turkistonning ba'zi rayonlarida havo va suv muhiti masalasi ko'rinarlik oshdi nomli bu dokladda Kuytun qatorliq Xitoylar markazlashib o'tiraqlashgan rayonlarda ximiya zavodlar qurish, ko'mir qazish, qonunsiz suv elektr stansiyasi qurish qatorliq vositalar bilan rayonning havo ham suv muhitini vayron qilganligi alohida ta'kidlangan. Bulupmu ülke derecelik 4 ishlab chiqarish qurilish armiyasining kan bayliqlarini qonunsiz echish harakatlarining ko'p bo'lganligi. Shixanzida qonunsiz energiya ximiya zavodi qurib, muhitni bulg'aganligi. Kuytunda 17 suv omborini qonunsiz qurib chiqib, suv muhitiga ziyon solganligi ta'kidlangan. Dokladda yana ko'p miqdorda yer osti suvlarini so'mirish natijasida Uyg'ur diyorining bir qism rayonlarining ekologik muhitining og'ir darajada vayron bo'lganligi tilga ilinish bilan birga Urumchidagi 19 po'lat tavlash zavodining 11ida muhit asrash qo'llanmasining yo'qligi, 4 zavodda muhit asrash aslahalarining kamligi ta'kidlangan. Hamda davlatning 2014-yil yo'lga qo'ygan muhit asrashga oid mablag'ining hozirga qadar amaliyleşmaganligi ko'rsatilgan. Hatta Urumchi Ulanbay suv ombori Urumchi aholisining birdan-bir ichimlik suv manbasi bo'lsa-mu, davlat tarafidan qo'g'dilish belgilangan bu omborning baskini suvlarni bartaraf qilish aslahalari bo'lmaganligi sababli og'ir darajalik suv bulg'anishi paydo qilganligi eskartilgan. ...2018-yil dekabrda 1 million Indoneziyalik musulmon qarindoshimiz Xitoyning Sharq Turkistondagi qatl amiga qarshi namoyish qilgan edi. 35 million Sharq Turkistonlik musulmonlar nomidan tashakkur etish va yatavrashda qazo qilganlarga ta'ziya bildirish uchun Sharq Turkiston Milliy Majlisi raisi Sitim Turk apandi Indoneziyaga yetib keldi. Sharq Turkiston Milliy Majlisi raisi Sitim Turk Indoneziyadagi eng chong islomiy jamoatlardan Ulama va Yoshlar Majlisi boshlig'i hurmatli Zaytun rasmiy va doimiy katibi Bahodir Nasir bilan ko'rishadiganligini bildirdi.